Alo, aka dastavkani olib keldim, domni pastda turibman. Ha, yaxshi keldingmi? Orqangdagi Malibuni ochaman, ichidan kiyimimni olgan esimdan chiqib qopti. Baribir tepaga chiqasan-ku. Bo'ldi aka, olaman. Nechinchi qavat o'zi? 9-qavat. Lift ishlamayapti. Tez-tez chiqib ko'p gapirmasdan. 9-qavat lift ishlamayapti. Ha, keldingmi ukam? Qo'lingdagi shilkaga ilginda, xuddi oshxonaga olib kiraver. Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti. Ha, shu yuragim to'xtab qolishdan xabari yo'q hozir buni-chi? Ular ham tirikchilik qilib yuribdi-da, Yandex qilaman. Assalomu alaykum, shefim, o'tiribsizmi? Nimami shef? Kirlaringizni qayerga yechgansiz? Xonangizdan topolmayapman. Nima qilasan? Yurib qo'yay, mahallaga gapiraveryapti, e'tibor bermayapti ekan deb. Ha, shart emas, bir tipga choy qo'y. Choy? Uni ham qo'yamiz, hamma narsani qilamiz. Bugun bekarchimiz, sizni ketamiz. Undan oldin mana shuni yegizib qo'yay, o'zim niyat qilganman. Yaqinda Yandexchilarga bitta tarif kiradi. Madikar degan. Faqat ish qilamiz, xo'pmi? Qani? Ha, shart emas. Undan keyin ovqat solib qo'yaman kechga. Ya, o'zim niyat qilganman, qo'ysangchi, qani amakisiga. Qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi. Samolyot qilamiz. Bir, amakisiga shu, ikki, qani. Sekinroq archilib yuborasan. Suvdan ber endi. Mana. Aka bir hazillashdim-da. O'rtog'ingmanmi hazillashasan, ha? Senlarni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Tavba qildim aka.